Maktabni bitirganimdan keyin hayotim oldin va keyinga o'zgarib ketdi. Universitetga kirganimda doim bu mening yo'nalishim emas, nima uchun uyimdan uzoqda joylashgan o'qishga topshirdim, nima uchun aynan Toshkent, boshqa joy emas deb ko'p afsuslanardim. Lekin haqiqiy hayot o'shanda boshlandi. Toshkent imkoniyatlarimni ochib beruvchi, orzularimni amalga oshiruvchi shaharligini keyinchalik anglab yetdim. Bu yerda men ko'p do'st orttirdim, lekin 4-chi bo'lganligim sababli ko'p muloqot qilmasdim. Keyinchalik bu xarakterimni sekin yo'qota boshladim. Birinchi 2 yil juda qo'rqoq edim. Orzularim ko'p edi, lekin ularni amalga oshirish uchun kuch topa olmasdim. Meni qo'llab-quvvatlovchi insonlar juda ko'p. Talentimni ko'rib, "Bundan ham zo'rini qila olasan" deya menga motivatsiya berishardi va men havaskor rassom kursiga borishga qaror qildim. Allohning izni bilan juda yaxshi ustozga shogird tushdim va hozirgacha bu sohada o'zimni ko'rsatyapman va tanilyapman ham. Chunki birinchi o'rinda mendan ko'p so'raladigan narsa "Siz chizasizmi, rassommisiz?" degan gaplar bo'ladi. 5 yil oldin Nilufar ko'rinmas odamdek yashardi, ammo ancha o'sish, harakat va qo'rquvni yenggan tufayli hozir o'z o'rnini topayotgan qiz bo'lib ketdi.